Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagilar. Bizada jicha o'zim haqimda hayotiy bo'lgan voqealar haqida aytadigan rubrikam bor. Shulardan birini bugun aytib bermoqchiman. Demak, men o'sha birinchi marta FOMSga kirgan vaqtlarim 20-yil, 2020-2019-yillar. Yo'q, точно 2020 edi. Точно 2020 da. O'sha paytda FOMSga borganman. Menga bejik qilib berishgan. O'sha payt birorta odamda bejigi yo'q edi. Men ishlashni boshlaganman. Endi o'zbeklar orasida juda ham kam edi bejik. Men endi VNJM borligi uchun menga oson edi bejig olib berish. Qolganlarida grajdanstvasi bor edi. U grajdanstvasi borlar bemalol ishlardi, o'zbek tilida gapiradiganlar. Shunda yo'q edi. Ba'zi odamlarda men shu FOMSda bejik bilan ishlashni boshladim. O'sha paytda yosh kattalardan Hanifa opa deganida bor edi, как положено ishlardi, lekin ayol bilan hech qachon yuzma-yuz ko'rishib gaplashmaganman o'sha paytda 2020-yillarda. Keyin bitta xotin men bilan janjallashib qolgan, o'zidan o'zi menga aytganki, "Sen internetga chiqib olib degan, o'zingcha bir narsalarni gapiryapsan, qo'lingdan kelmaydigan ishlar haqida gap deyapti meni." Endi u xotin yoshi katta, onamdan ham katta-da, zo'rdan yuribdi, embaklab. FOMSdagilar biladi, bilganlar, shu voqeadan xabardor bo'lganlar kommentariy yozib qo'yinglar. Ayniqsa Misha tog'o kommentariy yozib qo'ying, ko'rsangiz meni videoyimni. Keyin bu xotin men bilan janjallashishni boshladi o'zidan. Bu ko'rolmaslik deb aytiladi. Men u xotinning betiga aytdim, "Sizdan onam qatori ayol ekansiz, dedim. Sizdan hasad hidi kelyapti", dedim. "Sizga kimdir haqimda shikoyat qilib chiqdimi", dedim. "Siz", dedim, "menga недоволен fikr bildiryapsiz. Men sizga zapret ochaman, shaxsan men ochaman demaganman. Men ochishga yordam beraman. Advokat xizmati bor deb aytganman." Desam, "La dedi. Keyin advokatimga telefon qilmang, gaplashing. Agar e'tirozingiz bo'lsa, bemalol savolingiz bo'lsa berish mumkin" desam, "La qildi." Yonida ikkita xotin bor, ular uni tarafini olib podдержка qilishyapti. Hozir men bilan janjal qilsa keyin aytaman, "Yoshi katta ekan, men sizni nabirangizdan ham kichkina qiz bo'lsam kerak, bilmadim, nima bo'lyapti sizga", dedim. "Sizga emas meni obro'sizlantirish", dedim. "Xohlaysizmi, sizni 1 minutda obro'siz qilib qo'yaman. Sizni hech kim eshitmaydi ham, hech kim ko'rmaydi ham. Hatto meni butun dunyo ko'radi. Xohlasangiz men sizni sharmanda qilib qo'yishim mumkin, lekin sizni qo'lingizdan bu narsa kelmaydi. O'shaning uchun o'rningizni biling, xolajon", dedim. La qildi, men bilan janjal qilib o'sha yerdagilarga aytibdiki, "Meni chiqartiraman Zarina deganlaringni. Bir haftaning ichida qopga soldirmasam, palonchi otimni boshqa qo'yaman", debdi. Kim aytdim, "Qo'lingdan kelganini qilgin", dedim. "O'sha qopga solgan odamlar bilan birga qo'shilib kelibsan ekanman", dedim. "Men shunaqa xarakterim bor. Kimdir menga tuzoq qo'ysa, tuzoq qo'ygan odamlar bilan birga boshini aylantirib qaytib kelib sikib ketaman-da." Keyin kutib yurdim. Menga aytishga ehtiyot bo'lgin, bu xotinni dedi, tog'alar bilan aloqasi juda ham kuchli dedi, kelib dedi, "Amingni chiqartirib yuboradi", dedim. Aytdim, "Boshqa bu", dedim, "qarri", dedim. "Bu gap nima qarri bo'lsa ham", dedim, "gapiga kirib kimdir meni ushlab ketsa, men yoshman, hali o'ladigan kadr emasman, lekin amini chiqarib men", dedim, "yordam berish mumkin. Bu уже bir go'rda bo'lib turibdi-yu", dedim-da, ishimni qilib yurdim. Keyin oradan bir hafta o'tdi, shu voqeadan уже telefon unaqa FOMSga peshkom kelyapman. O'sha payt mashinalarim yo'q edi, peshkom yurardim. Peshkom kelsam bitta tog' oldimdan chiqdi. Misha tog' oldimdan chiqdi-da, Zarina, nima bo'ldi?" dedi. "Sizni biron joyingizda holingiz bormi?" dedi. "Nima bo'ldi tog'a?" desam, "Opaxoningiz o'lib qopti-yu", deyapti. "Nima?" desam, "Ha", dedi, "o'lib qopti", dedi. "Endi O'zbekistonga o'ligini jo'natish kerak", dedi. Xudo, nimaga o'ladi?" desam, keyin o'sha payt koronavirusdan nimadir bo'lib o'tkazib yuborib o'lib ketdi. Короче, bir og'iz qalbim og'ritdi, o'lib ketdi. Men xursandman. Birinchi marta hayotimda birov o'lganiga xursand bo'ldim. Pizdez. Chunki nohaqdan nohaq meni o'zicha obro'sizlantirmoqchi bo'lib, meni hammaning oldida izza qildida. O'sha hamma posredniklar, men yangi kelganman, menda klient ko'p, hammasini ko'zi oqqiday bo'lyapti, ko'pchilik ko't kuyyapti. Oradan 5 yil, 6 yil o'tdi, yo'q 5 yil o'tdi. 5 yildan keyin meni ushlab ketishdi. Yana meni eng yomon tomoni, meni FSB ushlagan. Обычный полицейскийлар, bo'lmasam обычный tergov xodimlari emas, umuman. FSB, ya'ni O'zbekistonda bu milliy xavfsizlik degani. Ular ushlab ketdi. Vaziyatimdan foydalanib FOMSda meni shunaqa dushmanlarim ko'p ekan, men birortasini tanimayman, hech qaysi bilan hech qanday даже odamlarning ismlarini doskонально bilmayman. Kim mendan yordam so'ragan bo'lsa, bekarga yordam berganman. Kim uchun bo'lsa yugurib ketganman. Men qo'lga tushdim. Men hech kimni sotganim yo'q. Paloncha palon ish qiladi, tuguncha tugun ish qiladi. Balobatlar hech kim sotganim yo'q. Bittasi yolg'ondan qulog'idan ushlashsa, hammani sotib yuboryapti. Men lekin sotganim yo'q, lekin hamma Zarina sotdi. Men sizlar bilan hech qanday ish qilmaganman. Sizlarni qanday sotaman? Sizlar nima ish qilishlaringizni ham bilmayman. Hamma meni sot debdi. Men hech kimni sotmadim. Meni dushmanlarim, o'zingizlar ehtiyot qilib turinglar. O'lmay tursanglar, men o'zim chiqib sizlar bilan gaplashaman. Sotdi bo'lmaydi u yoqda. Sekin siktirasizlar hammalaring bu yerlardan. Hududsallarga tegishli emas. Yana bitta narsada meni orqamdan kelgan odamlarni o'zlariga og'dirish uchun shunaqa meni yomonlashgan, meni dokumentmanda qolib ketgan odamlarga kelib, даже bitta xotin bor FOMSda, men xotin o'sha pasodomoykada pasodachi bo'lib ishlagan kimnidir o'rniga ishchi bo'lib kelib, keyin sразу dokumentchi bo'lib olib, qarri xotin o'rnini bilmaydi. Men u xotin bilan hech qachon urushmaganman. "Salom alaykum", salom, qarshi
salomini berganman, salom alik ham qilmaganman, bir dasturxonda o'tirmaganman ham. Даже u xotin bilan biz bir-birimizga og'irligimiz umuman tushmagan. Lekin shu xotin nima deb menga tuhmat qilibdi, men yo'qligimda. Zarina bitta cholni aldab 150 ming pulini olib patent qilib bermabdi debdi. Eng kulgilisi, meni yaqin yurganlarim, meni auditoriyam, meni yaqin bilgan odamlar biladi, men qari odamlardan yoshi 50+ bo'lsa, даже patentini pulini foydasini olmaganman. O'sha 2,5 ming, 2 ming foyda pulini olmaganman. Juma kunlari-ku вообще hech kimdan pul olmaganman. Davay o'zini puliga ishlaymiz, o'zini puliga ishlaymiz, savob bo'lsin deb. Ko'pchilik meni seni Xudo urdi, sen shu kuyga solding, sen shunaqa bo'lding deyapti. Meni Xudo urganida, men uyimga obus bilan kelganda men uyda bo'lishim kerak edi. Xudo meni ko'nglimga solibdi, soat 5 ta hayotimda 11 yildan beri shu ko'chaga yurib ishlagan bo'lsam, Rossiyaga kelgan bo'lsam, hayotimda 5 ta turib ketgan qiz emasman. Nima ishda ishlagan bo'lsam, soat 5 ta turib ketmaganman. Tем более FOMESda hamma narsa o'zimning qo'limda, erkin bo'lganim, grafikam xohlagan vaqtimda borish bo'lganda, men soat 5 ta turib ketar ekanman. Alloh meni yaxshi ko'rar ekan, men soat 5 ta turib ketibman. Endi bu xotin meni shunaqa deb har xil gaplar gapirib, klientlarni o'ziga og'dirib olib, rosa yomonlab gap kelsa, "Men pasportim bor. Yirtib o'raman, zarinasini ham, boshqasini ham. G'ing desa sikaman, u qilaman, bu qilaman" deb yaqinda qo'lga tushsa, kirib meni paloncha bunga ishlaydi deb hamma bolalar sotib yuboribdi. "Opa, pasportingiz bor ekan, ko'rdim. Подсобный рабочий bo'lib ishlar ekansiz. Pasportingizda подсобный рабочий deb patent berar ekan. Toshkentlik ekansiz, nimaga Toshkentlik qizlar men bilan kelishmaysizlar? Nimaga meni yomon ko'rasizlar? Aynan Toshkentdan kelgan Peterga. Mesela Rossiya hududidagi Toshkentlik qizlar, men sizlarni nima qildim? Nimaga meni yomon ko'rasizlar? Tем более bu xotin mendan katta, dugonam bo'lsa ham mayli edi. Yo'qmasam qanaqadir oilaviy konfliktimiz bo'lgan bo'lsa ham mayli edi. Yo'qmasam men og'ani sotganda sizni sotib uyingizga obus kelgan bo'lsa ham, og'ani xotini menga nisbatan unaqa asab buzilib meni yomon ko'rishga haqqi bor, chunki men ularni tipa sotdim. Lekin ular hech degani yo'q. Hech kimga meni yomonlagani yo'q. Men og'ani nima qilganda, ular bechoralar bolasi bilan ustiga bular borib proverka qilganda ham haqqi bor-da ular men xohlagancha qarg'ashga. O'lguncha qarg'ashga ham haqqi bor. Lekin men bu xotinga hech qanday yomonlik qilmaganman, hech qayerda. Hasad shunchalik ichingizdan kemiribdi, nima qilishni bilmaysiz. O'zingiz ehtiyot qilib turing, o'zingiz ehtiyot qilib turing. Sizga shunaqa rejam bor. Men sizga onlayn ugrajat qilyapman, olib qo'ying o'zingizga. Sizga shunaqa rejam bor. Endi bilmadim. Nima kutyapti sizni? Meni 150 ming pul oldi, meni paloncha tuguncha deb chollar. Men siz bilan yuzingizga borib, opa shuna deb sizni tortishib o'tirmayman. Chunki siz meni uruvenim emassiz. Men siz bilan uruvenim bo'lganingizda o'sha payt zo'r bo'lib olib, opajon qilib yurardim. Men uruvenim emassiz. O'shaning uchun siz yana bir dugonalaringiz bor. Birga bir teshikka siyib yurardingizlar, tipa men FOMES yurgan vaqtimda menga go'r qazmoqchi bo'ldilaring, o'xshamadi. Yana bitta qiz bor, o'zidan o'zi go'r qazmoqchi bo'ldi. O'zidan kim bu yoqqa oldi bilmadim. Nachalnigi bilan buzinikiga tiqib qo'ydim. O'zimni peshonasida ham bitta ishi bor ekan, delasi bor ekan. Onasini o'ynashi bor ekan, bir o'ynash erkak. Uni ham delasi bor ekan, daxoya o'zi buznami kirib ketgan. O'zi ham osilmagan erkak qolmabdi. Peterda daxoya bolalar bilan sikishib oxirida lo'q topib olibdi. Hozir lo'q bilan yuribdim degan qilib ikkalalari. Qo'taq nechtasi bilan sikishgan bechara amini bir dezinfeksiya qildirib, bir anaqaga kirib tekshirtir u jalabingni. Bugun uniki, ertaga buniki bo'lib yuribdi. Hayron qolaman odamlarga. Odamlar jalabchilik qilib, niqob qilib olib, bunday qilib olgani u zo'r degani emas, niqob u. O'rtag'i sikib yurgan qizni xotin qilib olib pizdes bo'ladi. Hayron qoldim. Bular oyoqqa to'g'ri kelib qolsa, kalishni kiyib ketavergan. Meni kalishim deb. Rossiyada amtanqislik emas-ku. Pizdes bo'ladi. Betiga qarasang 3 kun ovqat yemaysan qo'qqaningdan. Pulingiz ko'p bo'lsa, mana shu bechorani betini bir narsa qilib yuboring. Beti sal tuzuk bo'lgandan keyin sizdan normalniy bolalar bilan sikishib ketadi. Uruven emassiz u qizni. U qiz sizdan katta qo'taqlarni ko'rish kerak. Hali siz kim bo'libsiz? Короче, men FOMESdagi meni yomon ko'rib, o'sha paytda ham hozir ham ko't kovlayotganlar, men FOMESga qaytib borib dokument qilmayman. O'ylamanglar, bu kelib yana dokument qiladi, nonimizni yarimta qiladi. Dokument sizlarga podarka. O'lguncha dokument qilib odamlarni aldab patent qilib ishlanglar. Xalqim, like bosib podpisatsiya bo'lib meni kuzatishni davom ettiringlar. Men chiqqan kunimdan FOMES, qanaqa FOMES bor Rossiya hududida? Peterda nechta tochkasi bor? Qayerda nech pul bo'ladi? Asl puli qanaqa? Nech pul? Короче, посредний zotini sindiramiz. Hech kim non yomaydi уже. Non yomaysizlar уже. Primoy men hamma bilan kirib gaplashib, xalq primoy kelib, primoy o'sha skitkasini 2,5 ming 3 ming so'mni o'zlaring olasizlar. Kompaniyalar hammalaringga men o'zim yoritib beraman bu narsani. O'zinglar uchun ish qidiringlar, посредникlar. Bo'ldi, sizlar davringlar tugadi. Men tugataman sizlar davrlaringni, hammangga tegishli. O'pdim. Amka o'lagan opam yomon bo'ladi. Kuting meni deydi-ku. O'lmay turing opajonim, o'lmay. Yaxshi kunlarimiz oldinda. Hammanglarni yaxshi ko'raman.